Wildberries Ozonda 5000 rubldan yuqori sotilayotgan mana bu ko'ylaklarni asl narxi Xitoyda qancha? Sifati qanday? Sifati juda ham zo'r. O'zim shaxsan borib ishlab chiqarishni ko'rdim, magazinlarini ko'rdim. Sifati juda ham zo'r. Ko'rib turibsizlar, narxlari 49 yuandan asl narxi. Bemalol o'zlaringiz Yandeksdan kursni ko'rib, so'mga, tengaga hisoblab olishlaringiz mumkin. Men rubl bilan dollarga hisoblab narxini yozib qo'ydim, грубо говоря. Sizlar ham zakaz qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Belorussiya bo'ylab aytgan manzillarga eltib beriladi. Mana shu narxdan zakaz qilish uchun mana shu raqamga yozib qoldirsalaringiz, barchamiz ko'p partiyada zakaz qilsak, yana ham arzon keladi. Sifati juda ham zo'r, yana bir marta aytaman. Agar bu поставщикlarda WeChat'i kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, WeChat deb yozib qoldiringizlar. Endi Xitoyga borib yurishlaringiz shart emas. Barcha поставщикlarda juda ko'pchiligining WeChat'larini olib keldim. Birgalikda optim narxda xarid qilib, bemalol sotishimiz mumkin qizlar, bolalar. O'zim shaxsan zakaz qilaman deb WeChat'i kerak bo'lsa, WeChat bilan ham bo'lishaman. Agar kelishib qolsak, albatta. Har kuni 3 xil tovarga obzor qilaman. Podpiska esdan chiqmasin. Storiesimi albatta kuzatingizlar. Storiesimga gruppani qo'yaman. Gruppada yana ham ko'proq ma'lumotlar bo'ladi. Qanday qilib o'zingiz uyda o'tirib, ko'chaga chiqmasdan biznes qilishingiz mumkin. Xitoydan bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Shularni o'rgataman.